judayam yaxshi qishloq edi. Gapirma qo'shim. Ay, uni sog'inib qolamiz bu qishloqidan. Judayam yaxshi qo'shnim edi. Aytgancha barcha salom sizlar, mani ismim Qo'shim va mening videoroligimga yaxshi kelibsizlar bolalar. Buni qaranglar, qishloqqa nima desam bo'ladi? Aytolmayman bolalar. Mani qo'shnim qishloqqa vafot etib qoldi bolalar. Mana bu endi uyini yopib tashladik. Endi kim oladi bu uyni bilmadim. Nima sababdan vafot etgani haligacha noma'lum. Bir yaxshi yurgandi. Uni kimdir zaharlagan kimdir uni. Ha, mayli. Bo'lmasa men ko'mishim kerak. Iltimos yana ozroq ko'raylik. Yo'q. Ko'mmasam bo'lmaydi. Judayam yaxshi qishloq edi. Afsus, uni sog'inib qolamiz. Hop, mayli. Okey, opamni olib bunday qo'yamiz-da. Judayam yaxshi qishloq edi. Gapirmaylar, bo'ldi eslamaylik. Mana shu yerga qoladi endi. Nima, meni uyimni oldiga turishi sal g'alati emasmi? O'zi hammani shu yerga ko'mgan-ku biza, ko'p gapirma. Xo'p, mayli. Bolalar, mana kayfiyatimiz yo'q, e'tibor bermaysizlar. Shu yerga video olibsanmi, yig'ishtir videoni. Kechirasiz meni opangga. Hop, mayli. Mayli bo'lmasa hamma tarqalsin ishqi. Mana bu orqadagi polizlarni to'g'rilab qo'y. Xo'p, mayli bo'lmasa. Mayli davay. Ketmaysizlarmi sizlar? Ketamiz, davay san ishqi. Xo'p, mayli. Bolalar, shoshmanglar. 2 sekund mana shu videoga e'tibor qaratinglar. Qaranglar, Telegram kanalimizda 713 ta obunachi bor. Va do'stlar, buni 1000 ta obunachi qilsanglar, mana men yuzimni ko'rsaman deganman. Hammalaringiz yuzimni so'rayapsizlar, yuzingizni ko'rsating va moddaringizni tashlang deb. Tezroq mana Telegram kanalimizdan 1000 ta obunachi qilinglar va shularning hammasiga erishinglar. Va mana ma'lumotlarim ham bor do'stlar. Telegramga qarab bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Telegram kanalimizga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Nima emish, ishni qilmish. Yana teng bo'lib, mana bu qo'shni o'lgan paytda ham bu hali pullarni o'ylaydi mer. Qanchalik yomon odam ham mer bolalar. Mayli bolalar. Sizlarga katta rahmat. 1000 ta obunachi qilib beribsizlar. Juda ham katta rahmat. Nima deyishga til ojiz bolalar. Lekin bolalar, men sizlardan juda ham xafaman. Video uncha prosmotr yig'magan videolarimiz. Nima ham derdik, lekin bolalar, sizlarga juda ham katta rahmat. Xo'p, men hamma narsani mana shunday olib qo'yganimiz yaxshi. Bilasizlar, menga ham yoqmaydi bunaqa ish qilish, lekin bilasizlar, mana bu mer mazga qo'radi agar anon qilmasa, bu ishlarni qilmasa, shu so'zni tezroq bunday olamizda. Yaxshi, do'stlar, mazga degan narsa juda ham yomon so'z emas bolalar, yana yomon so'z ekan deb xavotir olmanglar. Mazga degani jonga tegdi. Ya'ni nima desam bo'ladi? Вообще bitta gapni qaytaraverib, короче, kim shunday deydi? Shunaqa narsada, короче, bolalar. Xo'p, bu asta olamiz. Okey, xo'p, bularni bunday qo'yamiz. Bolalar, mana o'zi biz sindik iPhone 2G da yuribmiz bolalar, na iloj. Lekin bolalar, bu telefon ham juda ham kam yo'q. Juda ham kam yo'q bolalar. E'tibor bermaymizmi bolalar bunaqa ovozlarga? Xo'p, bolalar, buni qaranglar. Mana shu yerga juda qiziqdim. Lekin bolalar, birinchi o'rinda bu yerga kirib ko'ramiz bolalar. Lekin birinchi o'rinda bolalar, biz mana bu narsalarni merga aytib berishimiz kerak. Opani, xo'p, asta borib aytib beramiz. Mer, assalomu alaykum. Voy, salomlashmading-ku. Kechirasiz, adashib ketdim va mana sizga narsalarni olib kelgandim. Xo'p, narsalar qolmadi. Malades. Shuni ishqi, hech qanaqa bahonalar o'tmaydi. Bo'ldi. Odamlar har kun o'laveradi. Mayli, o'zingiz bilasiz. Bolalar, ko'ryapsizlar, mer juda ham qo'l jahldor nima ham derdik bolalar. Xo'p, do'stlar, birinchi o'rinda mana bu yerga kirib ko'rishimiz kerak. Kirib ko'rmasak bo'lmaydi bolalar. Qani bu yerda nimalar bor ekan? Xo'p, asta kirib bu yerda narsalarni olamiz. Xo'p, mana bu narsani olamiz. Okey. Xo'p, men bu qishloq qanday vafot etganiga qiziqayapman, chunki yaxshi yurgan edim. Balkim qotillik bo'lgandir bolalar, bilmadim. Bu yerda juda ham g'alati narsa. Xo'p, eshik ham ochiq ekan va oh my god, bola qon bola, men aytmagandimmi bu haqida? Voy, bu kamera nima edi? Balkim kamerada qotillik tushib qo'ygandir. Qishloqqa menimcha videolar olishni boshlagan bolalar. Qaranglar, pichoq ham bor ekan. Bolalar, bu qon emas, bu ketchup-ku bu. Ketchup deb qonni hidi bilan ketchup hidiga har qalay farqiga boraman bolalar. Qiziq, kim bu narsani qilibdi? Balkim atalibdan uyushtirilgan bo'lsa-chi. Sinov tariqasida. Yo bolalar, men qishloqqa ko'zini yumib oldi, anovi
Nafas olganini tekshirdimmi? Tekshirmadik-ku. Nafas olmayapti degandi mer. Nafas olmayapti, значит, qotillik bo'lgan yoki o'zi vafot etib qolganmi bolalar? Qiziq. Balkim bu yerda biror nima bordir. Xo'p, qiziq. Bu ssenariy. Oh my god, ssenariy bor ekan bolalar. Juda qiziq bu narsa menga. Qani, bitta ochib ko'ramiz. Menimcha bu ssenariy nima edi? Buni YouTube kanali uchun, video uchun menimcha. Hozir bitta ochib ko'ramiz ham. Qani ko'rinadi, mana. Xo'p, YouTube kanalim uchun ssenariy. YouTube kanali uchun ssenariy ekan bolalar. Qiziq, juda qiziq. Qani bitta ko'ramiz. Men obunachilar bilan salomlashib, o'zimni eksperiment? Qanaqa eksperiment bolalar? Qiziq. Qani yana bitta eksperimentim haqida tushuntiraman. Keyin o'sha eksperimentimni sinab ko'raman. Eksperiment bolalar, eksperiment ekan bolalar. To'xtanglar, bu yomon eksperimentdir balkim. Eksperiment juda ko'p miqdorda uyqu dori ichish. Nima? Uyqu dori ichish, Karl, uyqu dori qanchalik yomonligini qo'y. Oh my god. Menimcha u uxlab qolgan bolalar. Buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Buni esa merga berish kerak. Bo'lmasa bularni video kameradachi. Video kamera yo'q, olmagan. Video olmabdi bolalar. Video olishga ulgurmagan cho'qi. To'xtanglar, oldin merdan so'rash kerak. Qayerdan topgan edingiz deb. Oh my god, mana qilyapman. Mana olmasa yo'q qo'yish kerak. Qanday yo'q? Bu ssenariyni merga aytib bermasak bo'lmaydi. Hozir ko'rsatamiz. Xo'p. Mer qarang, men bitta isbot oldim, dalil. Qanaqa dalil ekan? Qanaqa dalil anavi nima edi? Mana bu o'lgan mana qo'shnimni uyidan mana bunaqa ssenariy topib oldim. U o'lmagan. 100% o'lmagan. Qanday qilib bilding? Bo'lishi mumkin emas. Nimaga sen uni uyiga kirding? Narsa o'g'irlamoqchi bo'ldingmi? Yo'q, qanday mana ko'rishingiz mumkin mana. Shu ssenariyni bitta ko'ring va o'qing, keyin bilib olasiz. Qiziq. Xo'p, mayli, hozir o'qib ko'ramiz. Siz o'qavering. Mana bu qishloqni uyini, mana bu qishloqni qabrini kavlayveraman. Nima deyapsan? Hozir o'qib olay, keyin hammamiz boramiz. Mer juda ham injiqdi. Balkim qishloqqa havo yetishmasligidan vafot etsa-chi. Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Hozir 5 minut sabr qilib tur. Xo'p, mayli, chalqmay turaman. Obunachilar, sizlarga rahmat. Like'larni va obunalarni bosyapsizlar va sizlardan juda mamnunman bolalar. Nima deyapsan o'zing? Nima deyapman? Men shunchaki obunachilarim bilan gaplashyapman. Aqldan ozdingmi? Sani obunachilaring yo'q-ku. Nima deyapsan? Meni obunachilarim 1000 tadan oshgan bilsang agar. Yo'q, tabriklayman. Tabrik. Sana gapirmay tur. Hozir biz seryozni ish qilyapmiz. Ana u qishloqqa o'lmagan ekan. Rostdanmi? Sani aldama. Obunachilarni aldab nima qilasan? Qanday qilib aldaymi? Obunachilar o'zi biladi. Xo'p, bo'limi mer o'qib bo'ldingizmi? Albatta bo'ldi, sen kavlayver, men o'zi boraman hozir qishloqlar bilan. Bo'ldi, qishloqlar sizlar yig'lashni bas qilinglar. Xo'p, bo'lasa borib kelamiz va ko'ramiz. Xo'p, birinchi o'rinda mana kiyib olamiz. Okey. Menimcha kiyib ol, yaxshi. Xo'p, ana endi hozir mana bu yerni kovlab olamiz. Hozir birinchi gapirib ko'ray, bo'lmasa o'lgan odamni qabrini kovlash yaxshi emas bilsanglar kerak. Qishloqi. Eshitilmadi. Qishloqi. Voy, qanaqadir ovoz eshitildi yoki menga shundaymi? Qishloqi. Xo'p, mayli, hozir aniq eshitdim. Voy. Qishloqi. Nimaga meni ko'rdinglar? Nima tobutmi? Nimaga meni bunday qilib qo'ydinglar? Axir sen o'zing o'lib qolding-ku. Nima deyapsan? Men eksperiment qilmoqchi edim YouTube kanalim uchun. Bilaman, seni ssenariying ish berdi. Yaxshiyam. Ssenariy yozibman. Hozir chiqasan qishloqqa. Ikkinchi bunaqa hazil qilma, tushundingmi? Qanaqa hazil? Sizlar men bilan hazil qilmanglar, meni o'ldirishni. Tirik o'lik qo'ydinglar-ku meni. Unaqa dema, nimalar deyapsan? Xo'p, mana asta chiqishing mumkin. Mana bu yerdan hozir aslimni ham kovlab, seni chiqarib yuboraman. Bo'ydim shunday qotib qoldi. Qani edi? To'g'rilayman. To'g'rilaversan. Hoppa, yaxshi. Mana bunday bemalol chiqishing mumkin endi. Sen xoshim, hali ko'rsatib qo'yaman, senga chiqib olay. Men senga nima dedim?
Sen savani ko'mgansan. Hamma yerda o'zi aytdi. Ha, mayli. Kechirdim. Aha, mayli, o'zing chiqib olasan, короче. Bola, juda ham injiqda bilsanglar agar qishloqqa. Xo'p, mayli. Bunga bir yaxshilik qilib bo'lmaydi. Mana sen uchun gul ham qo'ygandi ustiga. Ha, hozir ushlab olaman seni. Hech nima qilolmaysan, u bo'yning qayrilib qolgan u. Ha, bola, mana ko'rishinglar mumkin, qishloqqa o'lmagan ekan. Yaxshiyam men kirib o'zi ko'rib ham bo'ldi. Sizlarning ham yordamingizlar teggandir bolalar. Videoni ko'rayotgan paytlaringiz yo'q, mana sandiq qara, mana ssenariy deganlar bo'lsa sizlarga juda ham katta rahmat. Afsuski sizlarning ovozlaringizni eshita olmayman. Eshitganimni iloji bo'lganda bemalol tezda topgan bo'lar edik. Hop, nima ham derdik? Mana bu narsalarimni qo'ymasam bo'lmaydi. Shunday issiqqa mana bu bosh kiyimni kiyishni o'zi bo'ladimi bolalar? Bolalar, sizlarga ham juda ham issiq bo'lyaptimi? Bilsanglar, O'zbekiston juda issiq bo'lmoqda. Juda issiq bo'lmoqda. Nima desam bo'ladi? Bilasizlar, biz bundan bemalol o'tib ketamiz, biz вообще o'zbek tili bolalar, biz bilsanglar. Bilasizlar, men juda ko'p gapiraman bunaqa narsa haqida. Bolalar, sizlar ko'pchilik prezident qishlog'ini oling debsizlar bolalar. Bilasizlar, men prezident qishlog'ini oldin ham olganman. Meni qo'llab-quvvatlaysizlarmi bolalar? Agar qo'llab-quvvatlasanglar, prezident qishlog'i tapa-tayyor, prosta shunday kirib video olib chiqsam bo'ldi bolalar. Prezident qishlog'i shunday bitta telefon qilaman, prezident qishlog'iga paydo bo'laman bolalar, bilsanglar agar. Agarda prezident qishlog'i sizlarga shunchalik qiziq bo'lsa, shunchalik qiziq bo'lib ishlaringiz portlab ketgan bo'lsa bolalar, shunday kommentariyada yozib qoldiringlar prezident qishlog'i deb. Ertalabki kayfiyat hali ham o'zgargani yo'q bolalar, xursand bo'lib gapirolmayman, sababi mana bu qishloqi biza bilan hazillashdi bolalar. Nima ham derdik bolalar? Ovozim past bo'lib qolgan bo'lsa uzr bolalar, mana bu mikrofon juda ham injiq. Nima ham derdik bolalar? Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana xo'shim bo'ldim. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr bolalar. Sizlar uchun bitta